bo'lsa sizlar bilan Tohir Minecraft survival qilamiz. Mana bo'lsam hozir tosh qaziyotgandim. Birdan video olish esimga tushib qoldi. Salomlash. Iltimos sizlarga bir iltimosim borda shu videoga like bosib, o'z fikringizni qoldirib, obuna bo'lishingizni kerak. Lekin bu hozir 27 ta. Iltimos поддержка qilaringlar. Deb o'ylayman. Bolalar like bosib qo'ying. Mashta tosh bormi? Men ko'rmabman. Bolta kerakmi? Bolta kelmasa, makonas qilmayman. Sen divaningga anaqa topmadingmi? Nima? Qo'ymi? Yo'q. Men endi senga olib boraman, xo'pmi? Bo'pti sen. Borsang. Men kirga ilik. Shu endi mana bu chiroyli menga yoqadigan daraxtlarni olib olamiz. Bugun juda ham zo'r uy chiqishi kerak. Buni ikkinchi qismi ham chiqadi. Bolalar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biza 28 ta obunachi bo'lganimizdan keyin chiqadi ikkinchi qism. Yoki undan burun. Var ko'paysa chiqadi. Bolalar chota 27 dan o'tmayapti. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Nima deb o'ylaysan? Daraxt, qora daraxt. Endi oq daraxtlardan ko'ramiz, bilasizlar, juda ham zo'r turadi. Yasab ko'rganlar bormi? Nimaga qora daraxtni ko'p chopdilar desanglar, po'lam ana bo'ladi. Rasmiy. Jigarrang. Tohir, devor yasashga yana nima kerak bo'lardi? 3 ta qo'ychini. Bormanda. Bitta daraxt. 4 ta bo'ladi. Daraxting bormi? Hozir bolalar mana buni bo'z. Buni bo'z. Mana. Dur. Sağ. Dur. Çabuk. Nasıl? Ben şöyle boz çıkacağım belki. Koyuverursan bu açıdan oldu. Like bosib qo'yinglar, bu video qisqacharoq bo'ladi. Albatta bildinglar, hozir men kamerani ozginadan keyin o'chiraman. Albatta. Hammaga xayr bolalar. Birinchi qism tugadi. Divonni bosib